Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Andijonda Bo'z tumanidagi obyektimizni sokil qismlariga kafel granitlarimizni yopishtirishni boshlaganmiz. Ko'rib turganlaringdek dubl miq qoqib, sim to'qib, steyajga quyib, kafel granitlarimizni yana mustahkamlik oshirish maqsadida maxsus kile yordamida kafellarga yana dababga sim qatirilib, keyin sokilga yopishtirilyapti. Kafel granitlarni 0.90 bo'yini qilib yopishtiryapmiz. Yana uyni ko'rkiga ko'r qo'shadi, baland ko'rsatadi do'stlar. Ko'rib turganlaringdek juda cho'tki bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa ustalarning mahoratlariga, mehnatlariga bitta baho berib baslar do'stlar. Sokillari kafel ustonovka qilishini 100 ming so'mdan dogovor qilganmiz kvadratini, 41 kvadrat chiqdi do'stlar. Xudo xolasa kafel kilelarni olib kelib qo'yilgan asosiy devorga tortiladi. Bizni uzoqlashmaysizlar do'stlar. Asosiy devorga gibkiy kamen yopishtiriladi. Zinalari ustilariga mozaika qilinadigan bo'lindi. Mozaikani kvadratini 50 ming so'mdan dogovor qilindi do'stlar. 36 kvadrat chiqdi do'stlar. Xudo xolasa shu obyektimizga ham gibkiy kamen yopishtirishni boshlaganmiz. Yana bitta cho'tki video qilamiz do'stlar. Qancha ketdi, nima, qanaqa hammasini qo'ldan kelgancha video syomka qilib, yoritib sizlar bilan bo'lishib boramiz do'stlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Gibkiy kamenga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga telefon qilib ma'lumot olib buyurtma qilishlari mumkin do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda